Foto yoki video tasvirga olayotganda orqa fonning chiroyliligi qanchalik muhim? Albatta, juda ko'pchiligimiz birinchi navbatda kontentning mazmuniga e'tibor beramiz. Ammo orqa fonning chiroyli yoki kreativ bo'lishi ishingiz sifatini yana ham yaxshilab, ko'proq tomoshabinlarning e'tiborini jalb qiladi. Buning uchun bizga Spotlight yordam beradi. Spotlight bu yorug'likni yo'naltirib beruvchi qo'shimcha vosita bo'lib, asosan chiroqlar oldiga qo'yiladi. Bu narsa yordamida siz yorug'likni ma'lum bir nuqtaga yo'naltira olasiz. O'zini komplektida har xil figuralar bo'ladi. Bu figuralarni videoni mazmuni yoki o'zingizning kreativingizdan kelib chiqib qo'yib ishlatishingiz mumkin. Ayniqsa RGB chiroqlar bilan yana ham o'zgacha va chiroyli ko'rinish kashf etadi. Bizda Spotlightda katta assortimenti mavjud. Biz sizlarning chirog'inglar va budjetinglardan kelib chiqqan holatda sizlarga mosini tanlab beramiz. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlar uchun albatta Fotobayga obuna bo'linglar.